qadar oyasi. Zo'r taqarrib berasiz. زور هر کس میتونه منافع شخصی خودت در پیش میبره. متوجه سی؟ میگه چی تقاضا بکنیم از آقای اشرف غنی؟ اینقدر زورش میکشی در جای غریب کشتهش میره. نصفش طالب میکشه، نصفش از گشنگی میکشه. دیگه راه با کسی نمونده. پیاده. Keç günü gelip haber olayapti oğlumuzga nima bo'ldi, sizlarga nima kamchilik deb biror narsa qilgan yo'q. Yaxshi gap. Xafa bo'lmasalar bo'ladi. Yo'q, xafa bo'lib nima qilamiz bu davlat to'g'rida. Bo'lmasalar bo'ladi. Ular bu shu yerda chiqdi. Ha, mana sog'ni qarang, degan majbur. Hammasi kelib ana shu bachalar hammasi kelib bizga qo'limizga xabar olib turibdi. Sizga non, cho'shga keladi, non kerak. Ertalab keladi, non beradi, suv beradi, o'tir. Biz bir betaraf odamlar biz. Sizlarni tezroq shu bola ozod bo'lsin. Ota-onasining bariga qaytsin, u begunoh bola, bir gunohi ham yo'q-ku, biz aytsak-ki, ham gunohi bor edi. Jabrini tortdi. Gunohi yo'q-ku bola. Nima qildi ki ozor beradi. Mana shu tarafdori bizlar. Yosh bola ko'dakka nima qildi? Bu bechora onasini bari qon bo'lib turibdi, bolam nima bo'ldi, otasi nima qilib turibdi. Bu yerda xalq mana bunday sarson turibdi. Ana sudda yiqilib qolgan bir qizi akasi ham qanday nimamiz yo'q. Ular yaxshi qarab turibdi.